Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Bizda surxondaryoliklar ham bormi? Mana nasib bo'lsa chiroyli qilib o'tkazib olyapmiz. Dokumenti yo'qlarini ham, borlarini ham qo'limizdan kelgancha xizmatingizdamiz. Faqatgina sizlar telefonlashgan holatda ogohlantirib kelishni kanda qilmasangiz, biz sizni chiroyli qilib tog'alarga tushirmasdan o'tkazishga yordam qilamiz. Hozir esa mana akalarimizni chiroyli qilib o'tkazib oldik. Ikkita akamizda dokumenti chotki, bittasida yo'q. Akamizni nasib inshaalloh chotki qilib o'tkazib oldik. Mana akamizda yo'q edi. Assalomu alaykum akajon. Tavsiya qilamiz Aviakassa Surxonda. Aviakassa Surxon ishchilari qanaqa ishlayapti? Aktivmi? Hammasi joyidami? Telefonda tusha olmasliklar bo'lgan yo'qmi? Chotga. Sizlarcha akalar, assalomu alaykum. Yig'lardi Aviakassa. Tushunarli. Qanchadan beri kuzatib kelasiz Surxon? Yillar bo'lib qoldi. Yillar bo'lib qoldi. Telegram kanalimizda aktivmisiz? Aziz yurtdoshlar, aktiv bo'ling, postoyan qo'limizdan kelgancha yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz. Sizlar esa dokumenti yo'qlarga podpiska qilib o'tkazib qo'yishda yordam qilsangiz bo'ldi. Telefonlashgan holatda kirasiz, Aviakassa, Aviasurxon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, ashaddiy muxlislarimiz. Hozir esa nasib bo'lsa Sankt-Peterburgdan Termiz yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlari davom etmoqda. Endi boshlandi. 80-stoykadan to 82 stoykagacha Sankt-Peterburgdan Termiz yo'nalishi bo'yicha Qanot shahar kompaniyasi 1 ta uchadigan reysimizga registratsiya jarayonlari boshlandi. Bu reysimizga esa odamimiz juda ko'p. Dokumentlarni o'tkazib olishga harakat qildim. Hozir mana ikkita odamimiz bor. Ulardan video olishga qaror qildik. Bittamizda bor dokument, bittamizda yo'q. Assalomu alaykum akajon. Nima deymiz? Aviasurxonga gap yo'q. Ayolning dokumenti yo'q edi, o'tkazib qo'ydi. Summa bo'lgani yo'q. Hech kim sizni yo'lda to'xtatib, qanday sizdan hech summa so'rashmadimi? Yo'q, bo'lgani yo'q. Tavsiya qilasizmi Aviakassa Surxon? Qanchadan beri kuzatib kelasiz? Aziz yurtdoshlar, nasib bo'lsa tanlovda adashmaymiz. Aviakassa, Aviasurxon. Qo'limizdan kelgancha yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz. Faqatgina bir kun oldin ogohlantirib o'tsangiz bo'ldi.